hürmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumat televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Angliya Amerikaning Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilish chaqiriqiga ovoz qo'shdi. Angliyaning diplomatiya ministri Liz Truss 2022 yil 2 oyda Xitoyda o'tkazilmoqchi bo'lgan o'yinlarni boykot qilishni qo'llaydigan boshqa parlament a'zolari bilan aktiv munozara olib bormoqda. Times gazetining xabariga qaraganda, Boris Johnson hukumatidagi ministrlar va Angliyaning Xitoydagi diplomatlari musobaqaga qatnashmaydi ekan. 5 nafar muhofizkor siyosiyonlar Boris Johnsonga Angliya diplomatlarining vakilligini cheklash to'g'risida maktub yozdi. Beijingning 2022 yillik olimpik tantarbiya musobaqasiga faqat 3 oylik vaqt qoldi. Bayden hukumati bu o'yinlarni boykot qilishni planladi. Washington Postasi gazetining yozuvchisi Josh Rogan oldi bilan Amerikaning Beijingning kishilik huquq zabsanchiligi sababidan olimpikka qarshi turish uchun Xitoyga rasmiy vakillar o'miki avatmaydiganligini xabar qildi. Amerika prezidenti Joe Bidenmi buningga qarata rasmiy maslahat berdi. Oqsaroyning axborot sekretari Jen Psaki Oqsaroydagi doklad berish yig'inida diplomatik boykotning tanarkachilarga ta'sir ko'rsatmaydiganligini aytdi va Amerika bu o'yinlarda bizning mavjudligimizning qanday bo'lganligini jazmlashtirdi dedi. Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosi, Kaliforniya shtatining Kengash palata a'zosi Mitt Romney qatorliq parlament a'zolari hech bo'lmaganda diplomatik boykot qilishni talab qildi. Tom Cottonning so'ziga qaraganda, diplomatik boykot qilish Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga qarshilik ko'rsatishdagi oddiy usul bo'lib qoladi ekan va tanarkachilarning bexatarlik masalasiga duch kelishi mumkin ekan. Basketbol cho'lpini Anas Kantarmo Beijing olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga chaqiriq qildi. Kun tartibdagi xabarlarda aytilishicha, Tayvanda yashaydigan Guangguan taxallusidagi bir Xitoy faoliyatchi 2017 yildan boshlab Sharq Turkistonda selingan jazo lagerlari to'g'risidagi xabarni va maqolalarni o'qigandan keyin Sharq Turkistonga berib jazo lagerlarini ziyorat qilib tekshirishni qaror qilgan. Sayohatchi qiyofatida sun'iy hamroh xaritasidagi o'rniga qarab 2 yillik tadqiqotini boshlab 8 o'xshamagan shahardagi 18 jazo lagerlarini ziyorat qilgan va tartgan suratlarni xalqaro omma bilan o'rtoqlashgan. Jazo lagerlarining ichidagi bir lagerning haddidan ziyoda cho'ngligini va emgak bilan o'zgartish degan xat yozilgan viviskaning oldiga esilganligini, bu jazo lagerlarining internetdagi xaritalarda ko'rilmaydiganligini, necha metr egizlikdagi tom, qorovulxona va sim bilan qo'rshalganligini, hamma yerda qurolliq soqchi, harbiy mashina va kameraning borligini bayon qilgan. U chet ellik sayohatchilarning Sharq Turkistonni ziyorat qilishining cheklanganligini, o'zining Xitoy bo'lganligi uchun sayohatchi sifatida bora olganligini, agar bayqilib qolgan taqdirda o'zining tutqun qilinib jazo lageriga qamalishi mumkinligini aytgan. Xitoy bu sin ko'rinishlar va ayblashlarga hech qanday inkos qaytarmagan. Xitoyning Interpol ijroiya komiteti yuqori darajalik jamoat xavfsizligi amaldorining nomzodligini qo'llayotganligi ma'lum bo'ldi. Xubinchen Interpolga siyosat va yo'nalish belgilaydigan va bosh katibat boshqarmasining xizmatini nazorat qiladigan 13 kishilik komitetning Osiyo vakili bo'lish sifati bilan 2 o'ringa erishadigan 3 kandidatning biri. 194 nafar soqchidan tarkib topgan xalqaroliq soqchi to'ri terrorchilar va qochib ketgan jinoyatchilarning Interpol barmoq izi, DNA va chiroy farqlantirish sonliq ma'lumotlarini o'z ichiga olgan uchurlarni yig'ib, ularga qarshi harakat qo'llanishdagi bir qancha sonliq ma'lumot ombirini kontrol qiladi. Qizil tashliq uqtirish sistemasining talabi bo'yicha topshirib berilish oldida turgan shaxsni tepish va vaqtliq tutib turishni boshqaradi. Kengash palata a'zosi Marco Rubio, Avom palata a'zosi Mike Gallagher, Angliya, Avstraliya va Yevropa parlamentining parlament a'zolaridan bo'lib, jami 20 davlatdan kelgan 50 nafar siyosiyon o'tgan dushanba kuni hukumatlarga xat yozib, Xuning saylanishiga qarshi turishni talab qilgan. Xuning saylanishi Xitoyning Interpolni qalayimqon ishlatishni davomlashtirish uchun yeshil chiroq yoqib berdi va chet elda yashaydigan 10 minglagan Uyg'ur, Tibet, Hongkonglik, Tayvanda turayotgan Xitoy o'qituvchilarining xavfga uchrashi texmi og'ir bo'ladi. Xitoyga qarshi parlamentlar aro ittifoqi tarafidan yozilgan xatda 7 oyda Marokashda tutqun qilingan İdris Hasanning Xitoyga qaytarilgandan keyin Xitoyning jazo lagerlari yoki turmasiga solindiganligi ahvolimi yozilgan. Interpol bayonotida hech qanday bir a'zo davlatning uningga siyosiy ta'sir ko'rsatmaydiganligini,
va buning soqchilarning diplomatik munosabati bo'lmagan davlatlararo hatto bevosita kasbdoshlari bilan hamkorlashish uchun betaraf sahna hozirlab berganligini, ijroiya hay'atining hech qanday bir a'zosining qizil toshliq uqtirishni e'lon qilish yoki amaldan qoldirishdagi qaror chiqarish jarayoniga aralashish huquqining yo'qligini aytdi. Necha o'nlagan Xitoy, Uyg'ur, Hongkonglik va Tayvanlik faoliyatchilar, hatto surgundagi o'qituvchilarmi Xuning saylanishiga qarshi ochiq xat imzolagan bo'lib, İdris Hasanning ahvolimi xatda bayon qilindi. Yaponiyadagi ikki kiyim-kechak shirkati Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan majburiy emgak, irqiy qirg'inchilik qilish siyosati sababidan Sharq Turkistondan paxta kirgizishni chekladi. Tayyor kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi Sanyo Shokai shirkati bayonotida paxta ishlatishni davomlashtirmaslikni, yana bir tarafdan TSI Holding Sharq Turkistonda o'stirilgan paxtaning kuz va qish fasllik mahsulotlarida qo'llanilishini to'xtatganligini qaror qildi. Tantarbiya uskunalari ishlab chiqaruvchi Mizuno va tayyor kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi World shirkatlarining mushuningga o'xshash qaror chiqarishga tayyorlik qilayotganligi ma'lum bo'ldi. Kiyim-kechak zanjiri markasi Uniqloning xo'jayini Sharq Turkistondagi inson haqlari dafsanchiligini tekshirish uchun hay'at tashkilladi. Xitoylar garchi har qanday shakl, har qanday ko'lamdagi qarshiliklarimizni bostirib o'tadimi, yanada qarshilik qilishimizdan qattiq qo'rqadi. Qo'rqishning sababi tasodifiy g'olib kelish ehtimolligimiz emas, qarshilik ruhimizning yangilanib turishi, avlodlarga qarshilikning meros qilishi. Agar bizdan qarshilik chiqmay, bir-ikki avlod olmasa, shu holatga ko'nib qolamiz. Besilingan xalq ekanligimiz, Xitoylarning tajovuzchi ekanligi, bizning qarshilik qilish, Xitoylarni haydab chiqarish haqqimiz, hatto majburiyatimizning borligi butunlay unutilib, go'yo mushundoq bo'lishga tegishlikdek ko'nib ketamiz. Bu mangu yo'qolish demakdir. Bu naqadar qo'rqinchli. Shuning uchun mazlum alning qarshiligi dushmandan ma'lum foyda undirilish yoki dushmanga ma'lum shikast yetkazishdan ko'p, shu mazlum millatning o'z milliy ro'yini yanglashdan iborat bir natijani beradi. Shunga bundaq harakatlarni kutgan natijani bermaydigan deb tashlab o'tmaslik kerak. G'ulom Osmon apandining Gugum nomli romanidan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'laysizlar.